Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada patent bilan ishlaydigan migrantlar uchun cheklovlar kengaytirilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmonim, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Primoriya o'lkasi muhojirlarni ishga joylashtirish qoidalarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda bozorlar va ko'shklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozirda gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganligini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin. Andijondan Moskvaga to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilsa bo'ladi. O'zbekiston Airways 28 oktyabrdan boshlab Andijon-Moskva-Andijon yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Reyslar haftasiga 4 marta seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari Vnukovo aeroportiga amalga oshiriladi. Chipta narxlari bir tomonga 2 million 40 ming so'mdan, ikki tomonga 3 million 708 ming so'mdan boshlanadi. Rossiya va Tojikiston o'rtasida mehnat migrantlari bo'yicha yangi kelishuv imzolandi. 9 oktyabr kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mehnat muhojirlari bo'yicha bir necha muhim hujjatlarga imzo chekdi. Yangi kelishuvga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kirishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, 2019-yilda tuzilgan Tojikiston fuqarolarini vaqtincha ishga jalb etish haqidagi hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritildi. Bundan tashqari, ikki davlat migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha ham yangi kelishuv tuzdi. Putin muzokaralar paytida hozirda Rossiyada 1 milliondan ortiq tojikistonlik ishlab yurgani haqida gapirdi. Ular qurilish, uy-joy xo'jaligi, transport va logistika sohalarida mehnat qilib, Rossiya iqtisodiyotiga katta hissa qo'shayotganini ta'kidladi. Putin 8 oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Tojikistonga kelgan, uning safari 3 kun davom etdi. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov sentyabr oyida mamlakat qaytish migratsiyasi tizimiga o'tayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari kelib ishlab pul topib, keyin yurtiga qaytishi to'g'ri yo'l hisoblanadi. Yangi kelishuvlar rasmiylarning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari uchun qonuniy ishlash va tibbiy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Rossiya Federatsiyasi musulmonlari diniy boshqarmasining ulamolar kengashi yetkazib berish va logistika xodimlari to'g'risidagi yangi farmonni chiqarib, islom dini qoidalariga muvofiq so'yilmagan hayvonlar go'shtini yetkazib berishni taqiqladi. Bu haqda idoraning matbuot xizmati xabar berdi. Musulmonlar diniy boshqarmasi tomonidan chiqarilgan fatvoga ko'ra, kuryerlarga spirtli ichimliklar, cho'chqa go'shti, shariat qoidalariga muvofiq so'yilmagan har qanday hayvonning go'shti, butlar va qimor o'yinlari bilan bog'liq mahsulotlarni yetkazib berish taqiqlanadi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar bunday tovarlar yo'q qilish uchun yetkazib berilsa va kuryer paketda nima borligini bilmagan bo'lsa,
bu xato hisoblanmaydi. Yetkazib berishga ruxsat etilgan tovarlar ro'yxatiga oziq-ovqat mahsulotlari, halol usulda so'yilgan hayvonlarning go'shti, don, sariyog', sut, mevalar, sabzavotlar va boshqa maishiy tovarlar, jumladan kiyim-kechak, mebel, idish-tovoq, qurilish materiallari, kitoblar, dori-darmonlar va tibbiy asboblar kiritilgan. Shuningdek, olib kelayotgan buyurtma ichida ruxsat etilgan buyumlarning bir qismi taqiqlangan mahsulot bo'lsa, halollash uchun daromadning bir qismini xayriya qilish tavsiya etilgan. Agar buyurtmaning tarkibini bilish iloji bo'lmasa, yetkazib berishning o'zi nomaqbul harakat hisoblanmaydi. Qoida faqat taqiqlangan narsalarni bila turib yetkazib berilganda buziladi, deya qo'shimcha qilingan.